eng arzon hamda eng qimmat pizzani tatib ko'rishga tayyormisan? Nech pul deb o'ylaysan eng arzoni? Taxmin qil. 50 mingla bo'lsa kerak. Yo'q. Undan arzon. Undan arzon. Mana. To'rtburchakmi bu? To'rtburchak pizzami nima bu? Hop, arzonligidan mana sizlar ko'rsam, san qaramaydi. Mana qarab tur. Er-xotin orasi kirib bo'lmaydi-da. Men bilan obunachilarim orasi kirmaydi. Korobkani ochib bo'lmayapti. Mana qarang. Korobkani ekonom qilganligisidan mana to'rtburchak korobkaga buklab tiqib qo'yishgan. Dumaloq pizza to'rtburchak bo'lib qolganda bu nima bu? Qanaqa qilib 28 mingga? O'zing qilganmisan? Zo'r ovoz chiqyapti. Boshingga ursang qars et, boshing sinadi-da. Mana chiroylikgina pizza 28 mingga komment yozib ketinglar, arziydimi yoki yo'qmi? Keyingi pizzamiz esa 155 ming. Farqi qara. O'sha moment keldi. Ba 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 bam. Voy bola. Baby. Lekin qizig'i 155 millik pizzamizda hech qanaqa sous chiqmadi. Ammo Bellissimo esa 28 millikda bunaqa chesnochnik sous berib yuboribdi. Mana sunnat yeganda maza qilib. Faqat sunnat yeyish kerak. Arzoni sunnatga, eng qimmat Sardorga. To'g'risini ayt, senga ham 28 millik yoqib turibdi menga qaraganda. Noto'g'rimi? Yoqib turibdi. Ha? Shunaqayu? Yoqmayapti. Yo'q. Hech menda tanlov imkoniyat yo'q-da. Yoqib turibdi, bo'ldi. Iloji yo'q. Endi ikkala pizzani sunnat tatib ko'radi. Qaysi biri qimmatroq ekanligini bizga aytadi. Yechsang qimmatini yeysan, topolsang. Oxirigacha sen yemaysan. Oho, yo'q, pulni men to'ladim, maylimi, qadarish bityapti o'rta. Men og'zim ochaymi, nima qilay? Javobini bilmayman. Ikkinchisini men so'rab o'tirmay ikkinchisini. Mana shu 100 talik, mana shu. To'g'ri, ikkinchisi. O'zingda bor? Chaynab olgin, o'rta. Ozligini yutmasdan tur, ikkinchisini ozga olgisi keladi. Bo'l. Unaqa emas. Ozim yo'qmi? O'zingga olsang hozir bundoq qarasan. Olmayman. Nima bo'pti hozir? Ozingga beraman. Alishamiz. Men ozingga beraman, bo'ladi? Yo'q, astag'firulloh, qara. Birinchi yeganing qimmatmidi? Oxirigacha Sardor yeydigan pizza mana ikkinchi yeganim. Balki fikringni o'zgartirging kelar. Yo'q, birinchi pizza eng qimmati, ikkinchi pizza eng arzon. Ko'zingni ochib. Voy bayla qo'yib, kalbasalar qo'ygan, zo'r chiqqan. Men eng zo'ri mana shu desam, bu yerda fitna bo'ldi, aldoqchi, meni shunday yo'ldan qoqiltirib yubordi. To'rtburchak pizza yeysanmi? To'rtburchak, g'ijim pizza, g'ijim. Professional gurme, ya'ni ovqatlarga baho beruvchi sifatida kelovni yeb ko'raman-da. O sen ko'zingni yummaysanmi, o'zingni o'zing gurme bir bolalar. Birinchi to'rtburchak pizzaga baho beraman. Baho bersan, yeb qo'ydim-adik. Yeb organ, oxirigacha yeb, to'yganda choypoy ichib, men o'tiraverayman-da. Xamir ustida sev. Bo'ldi. Och qorin ketadi, qoningiz och bo'ladi-yu. O'sha paytda zo'r bundan ozg'itib qoladigan narsa hamyonbop qimmatiga o'tamiz. Iching ketsin, nomard. Iching ketib, lablaringga uchuvlar chiqib, ishonur. Tishlaring to'kilib ketsin. 40 yoshingda bitta ham tishing qolmadi. Qattu nasaz o'rganchilar. 40 etdi. Tishingmikan? Men bitta badduoyim urdi senga. Tishing sindi. Ha, kartoshka frisi bor ekanchi-da, mana qaranglar, qorayib ketgan. Undan 8. Eng qimmati degan eng zo'r emas. Bundan zo'r pizza yeganman. Bizda Nima deganim? nima deganim? Yegansan. Keyingi safar nima ovqat qiling, qanaqangi eng arzon, eng qimmatini solishtiring. Misol, burgermi, hot-dogmi, oshimi? Like bosinglar, obuna bo'linglar. Mana shu video 50 mingta ko'rilsa, bo'ldi. 50 mingta bo'lsa, hech narsa bo'lmaydi. Bo'ldi, tugadi.